Xullas, menga hech kim motivatsiya bergan emas shugachalar. Birov Sarvar ovni urgan, Sarvar munchallasan, Sarvar saviyang past, Sarvar seni bilming kam, Sarvar sen вообще net olsan deb birov menga hech kim bir tanbeh berib, yo'l yo'riq ko'rsatgan emas. Qaytangina biza, misol uchun men shaxsiy o'zim o'rganganman. Juda ko'p insonlardan o'rganganman, so'rab o'rganganman, so'ramay qarab o'rganganman. Ko'p narsalarda. Nafaqat sartaroshchilik sohasi bo'yicha, yoki bo'lmasam boshqa bir mavzularda ham ko'p xarakteri bo'ladimi, xususiyatlari bo'ladimi, yaxshi fe'l-atvori bo'ladimi, sifatlari bo'ladimi, iloji boricha o'rganganman. Nimaga? Men bilganmanki, shu erta-indin kelajak hayotda menga kerak bo'ladi. Demak, men aytmoqchiman, hozirgi ko'p savollar keladi menga. Savollardan shuni tushunib yetdimki, men majburmanki, bizni zamonamiz majburki, biz hammamiz yoki biz masterlar, biz ozmoz urug'ini balandroq, ko'proq bilimiga ega bo'lgan insonlar, biz albatta долженmiz din. Tushunib qoldim men. Ya'ni biz aytishimiz kerak. Sizlar unday qilinglar, sizlar bunday qilinglar. Sizlar o'tirib qolmanglar, sizlar bu texnika bilan cheklanib qolmanglar, sizlar yanada o'rganishlaringiz kerak, o'z ishlaringiz kerak, rivojlanishlaringiz kerak va hokazo. Shaxsan men uning deb o'zim berganman savolni. O'sha biroz internetdan rasmlarni ko'rganman, kartinkalarni ko'rganman. Meni ishim dabdala. Kartinka zo'r. Va javob qidirganman. Ya'ni yechim qayerda edi? Yechim qayerda? Kimda yechim? Demak, men xato ishlatibman ekan. Nima qilib to'g'rilasam bo'ladimi deganman va respublika bo'yicha taniqli 10 ta insonni spetsiyasini tuzib chiqqanman. O'sha payt hamki, o'sha 8-9 yillardan juda hit paradda shu show biznes vakillarini sochini oladigan, nomi chiqqan ulug' insonlar, yaxshi insonlar. Men borganman, o'rganganman, ko'rganman, haqiqatan ham mening filosofikamda ошибкалар bo'lgan. Arzon qaychilarda ishlayman. O'sha qirqish texnikalarim xato bo'lgan. Boshqacha mashinkalarda ishlaganman. Va hokazo o'zim asta-ostan tushunib yetganman. Asta saviya o'zgargan, mijozga xizmatim o'zgargan, muomalam o'zgargan. Va hokazo o'zgarganman, o'zim qidirganman, o'zim tushunganman shu narsani. Xo'p, endi siz meni eshitib turgan bo'lsangiz, siz o'zingiz savol bering. Bironta ishni me'yordan zo'r etdim deb olsangiz, shuni rasmga olib, o'zingiz shu rasmga qaranglar vijdonan. Yaxshimi, yomonmi? O'zingiz analiz etinglar, o'zingiz. %% bu nimada kamchiligingiz bor sizlarni? Cho'lkada xatoliklarıngiz bormi? Perxodda xatoliklarıngiz bormi? Ob'yomda muqlat ketadimi? Balki instrumentlaringiz netovej chiqadi. Balki kosmetikalarni neto ishlatib o'rgansizlar, ukladkalarni netib o'rgansizlar va hokazo. Ularning ketma-ketligi bor. Ob'yom berishlar va hokazo. Men nima demoqchiman? Hozir juda bir nima bo'lib qoldi? Tushunishim bo'yicha biz xuddiki bir aytishimiz kerak, o'rgatishimiz kerak. Axir odamda vijdon bo'ladi. Vijdonan o'ylaninglar, o'zingiz savol beringlar. Qaysi mavzularda oqsoqman? O'sha mavzu bo'yicha o'sha boringlar dedik. Biz bundan oldingi videolardan juda ko'plab aytdik. Boringlar, biz bo'lishimiz shart emas. Ko'p tumanda, viloyatda, markazlarda chiroyli o'zini yo'nalishi bo'yicha chiroyli mutaxassislar bor. O'rganinglar dedik. Bu o'zingiz turtki bo'lasizlar, o'zingiz dikliysizlar, o'zingiz motivatsiya berasizlar, o'zingiz qo'llab-quvvatlab, dalda bo'lib olg'a yurisizlar. Sizlarni amma xolalarimiz boshqa birovlar sizlarni tortmaydi hech qachon. Gal bolam, yur bolam, ma bolam demaydi. Albatta shu bosqichda bo'lib o'tadigan narsalar bor. Misol uchun yo'l kira bo'ladi, qornim och bo'ladi, gostinitsa muammosi, turar joy mavzusi yoki bu mastera beriladigan albatta dengida turadi, pul berishing kerak bo'ladi.
O pul mavzusi bo'ladi. Yechim qidirish kerak. Menda pul yo'q, meni vaziyatim unday, meni vaziyatim bunday. Bu shunchaki bahona. Sizlarga bahona kerakmi yoki yechim kerakmi? Sizlar yechim qidiringlar. Demak, ozini yig'ish kerak. Qaysi bir mavzularni chegaralash kerak. Kamroq foydalanish kerak, kamroq borish kerak, kamroq yeyish kerak, kamroq kiyinish kerak va sarflaming, yig'ib o'sha miyaga bilima ursangiz uni keyingi yil yana shundatib urg'u berib zo'r bo'lasizlar. Bo'lmasa nima bo'ladi? Bo'lsa o'sha gap, bo'lmasa o'sha gapni aytganman. Dilingiz qisq bo'lib yuraveradi. Bilim saviyangiz past, ko'p narsaga ilmingiz, bilimingiz yetishmaydi. Bu qo'pol bu narsa. Bu meni boshimdan o'tgan. Men yurganman, men gaplab bilmaganman, meni yuzim bo'lmagan, meni o'rnim bo'lmagan, meni vaziyatim bo'lmagan, meni haqqim bo'lmagan. Nimagaki? Chunki menda bilim bo'lmagan, o'sha payti yetarli bo'lmagan. Hozir ham 100% demayman, chunki har bironta bir yo'nalish mutaxassislikni oxiri yo'q, ilmni, bilimni oxiri yo'q. Aytadilarki, beshikdan to qabrgacha ilm izladida, mutaxassislikni oxiri yo'q. Maksimalni ko'proq yondashishim mumkin. Haligacha o'rganaman, lekin men boshqa mavzularni o'rganaman. Menga boshqa narsalar muhim. O'rgangan narsalarimni bilgandan keyin endi menga boshqa mavzu muhim. O'shaning uchun sizning dilingiz uzun bo'lishi uchun mijoz taraflama, mahalla, chuyda, ko'chada qo'lingizdan bir sifatli, kачестволы ish kelishi uchun boring deb turibmiz. Temur ham aytib turibdi, men ham aytib turibman. Ey insonlar, 1-2 yil yetgan millionin figina, Temur $10,000 sarflab olgan. Mening soni sanog'i yo'q, meni 10 yilim ketgan. O'shaning uchun aytaman, bu pul sarflanadi, bu faqat miyaga sarflanadi. Keyin bu miyaga sarflangan bilim ishlaydi, chotki ishlaydi. 30 ming emas, 50 ming qirqasan sochi. 50 ming emas, 100 ming qirqasan. U ham o'zingning bilimingga, saviyangga qarab o'zgaradi seni. O'shandan tezroq bo'lmasa yuraverasan. Bo'lmasa 10 ming, 20 ming, 30 ming, 40 ming, 50 ming deb yuraverasan. Iloji boricha urovingni oshirsanizlar, uroving bu baho degani, baho bu sena bu narx. Bu qanday bu? Tezroq ko'p bilmay ega bo'lsanizlar, sizlarga nima kerak? Albatta, ushbu sartaroshchilik sohasi bo'yicha sizlar doimiy shug'ullanacakmisizlar? Yana 5, 10 yil, 20 yil ishlamoqchimisizlar? Demak, albatta ilm o'rganish kerak, yig'ishtirish kerak boshqa. U baliqxona, PlayStation, kafe, klub, restoran, sevdim, o'ldim, jonim tugatish kerak u narsalar. To'g'ri, oldinga qo'yish kerak, o'rganish kerak, bir nimalar bo'lib, keyin bir keyingi bosqichlarda sizlar nimaga bu saviya bo'lmasa, bilim bo'lmasa, yetarlicha bo'lmasa, normal plus bo'lmasa saviya, ilm bilim darajasi yetarli bo'lmasa, bu qanday yana davom qilish mumkin shunday? Menga shu ham bo'laveradi degan aqidada yashash, bu faqat o'zi choq qazishdek gap, boshqa hech narsa emas. Menimcha tushundingizlar degan umiddaman. Iloji boricha o'zingiz bilan o'zingiz gaplashinglar. O'zingiz bilan o'zingizni motivatsiyalasizlar. Ko'chadan biri kelib, sening energiyang tugab qolibdi, seni yo'nalish berish kerak, sen inoq mavzularni bilmaysan demaydi. O'zingizni ruchka qalam olinglar. Nima mavzular sizlarni qiynaydi? Ish qilinglar, ishlaringizdagi kamchiliklaringizni qidiringlar va topinglar va bunga yechim qidiringlar. Yechim bu falonchi, falonkas. Falonchi barber, falonchi master, falonchi usta. Demak, borish kerak, suhbatlashish kerak, roziligini olib, 1-2 oy o'sha kurslarimda o'sha bo'ldi. Yechim mana boshqa narsa yo'q. To'ppat osmondan kelib tushmaydi. To'ppati kufsuf deganda o'shalar to'p barber bo'lib qolmaysizlar hech qachon. Bilim bu vaqt degan. Albatta vaqt ketadi, oylar ketadi, yil ketadi, yillar ketadi. U orada pul ketadi. O pul ketmay besplatni hech narsa yo'q. Chunchuq oftobga deb tekinga chiqmaydi deydi. O'shanday gap, hamma pul sotadi bilimini, ilmini. Gar o'rinli bo'lsa, gar o'rinsiz ma'lumot bo'ladigan bo'lsa, uni bilmadim. Unisi jumboq.
Lekin odatda tekin narsalar qadrsiz hisoblanadi. Bu narsalarni o'zingiz tushunasizlar, bilasizlar. O'shaning uchun ilm, bilim. Saviya. Ko'proq mavzularni, ko'proq bu deb relis yuraverib, bu narsa bilan sizlarni saviyalangiz oshmaydi. Quruq havos aytib, o falonchi zo'r ekan, o falonchi zo'r qiladi, o falonchi. Orzu-havas yaxshi. Orzu-havasda fahm-farosat bo'lishi kerak. Birovning ishini qilib, og'zini inson fahmlashi kerak. Men nimaga qilmayman? Unda ham o'sha qo'l, menda ham o'sha gavda, o'sha organizm. Siz ham qila olasiz, lekin boshlashingiz kerak. Kamchiliklaringiz bor, uni o'zingiz tan olib, harakatni boshlashingiz zarur, shart. Bo'lmasa natija kutib yurmang o'zingizdan. U küf-süf deb millioner bo'lib, küf-süf deb zo'r barber bo'laman, küf-süf deb mutaxassis bo'laman deb hech bitta sohada yo'q. Hozir men ko'pchilikni ko'raman. Ko'pchilik masterlar bekor bo'ldi, relis ko'radi. Guladi, jolasini yoradi, do'stini yoradi. Bo'ldi, klient keladi. Klient ham chala-chulpak qaraydi, boshqa tadbir shu yerda ketdi, buzildi. Bu relisni ko'rmaslik ham mavzulari bor. Endi bular другой tema bular. Xullas, o'shanday maslahat. Agar oladigan bo'lsangizlar, shunday. Yana qo'shimcha savollaringiz bo'ladigan bo'lsa, direkt yozinglar, sizlar bilan bafurcha individualni gaplashamiz. Suhbat бесплатный.